Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz hozirgi o'zbek romanchiligidagi janriy izlanishlar, roman va adabiy tanqid munosabatlari. Demak, mavzuni boshlashdan oldin biz siz bilan roman tushunchasiga e, ta'rif berib olaylik. Demak, roman bu fransuzcha so'zdan olingan bo'lib, dastlab rumoviy, ya'ni roman tillarida yozilgan e, asar, ya'ni yangi davr adabiyotidagi katta hajmli epik asar degan ta'riflar berilgan adabiyotshunos olimlarimiz tomonidan. Bugungi kungada esa aynan roman istilohini epik turning bir janri ma'nosida qo'llash to'g'riroq hisoblanadi. Bilamizki, roman janri demak o'sha epik, ya'ni nasriy yo'lda yozilgan, hajman katta bo'lgan, bir voqea emas, bir necha voqealarni bayon etuvchi asar hisoblanadi. Roman janrining o'ziga xos imkoniyatlari mavjud. Keling, buni biz ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi imkoniyati keng qamrovli syujet, ya'ni roman keng hajmga ega bo'lgan janr sifatida ko'plab voqealarni, bir nechta vaqt oralig'ini, turli joylarni va ko'plab qahramonlarni qamrab olishi mumkin. Bu yozuvchilarga ko'p qirrali hikoyalar yaratish imkonini beradi. Xo'p, keyingi imkoniyati qahramonlarning rivojlanishi, ya'ni roman qahramonlarining ichki dunyosini, o'zgarish jarayonlarini va ruhiy holatlarini batafsil ko'rsatish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Bu psixologik tahlillarni chuqurroq ifoda etish imkonini beradi. Keyingisi esa demak aynan turli janr elementlarini birlashtirish. Demak, romanda insonning psixologik holatlarini yoki bo'lmasa o'sha tarixiy sarguzasht, fantastika, romantika kabi turli janr elementlarini birlashtirish oson. Bu janrlar e, demak bu janrlararo sintez roman janriga demak yanada ma'no, mazmun qo'shib beradi. Yana bitta imkoniyati murakkab mavzularni yoritish, ya'ni romanlar falsafiy, ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy masalalarni keng ko'lamda yoritishga imkon beradi. Roman janri jamiyatdagi muammolarni yoki insoniyatning global muammolarini tadqiq qilish uchun juda mos janr hisoblanadi. Zamonaviy hayotning murakkabliklarini aks ettirish, ya'ni romanda e, murakkab mavzularni, masalan, shaxsiy va ijtimoiy ziddiyatlarni, siyosiy inqirozlarni, madaniyatlar to'qnashuvini va insonning texnologiyalar bilan munosabatini chuqur o'rganish imkonini beradi. Badiiy tajriba va stilistik innovatsiyalar, ya'ni yozuvchilar roman janrida badiiy eksperimentlar o'tkazib, yangi stilistik shakllar yaratish imkoniga ega. Masalan, vaqt va makon tushunchasini o'zgacha tarzda berish, hikoya uslubini o'zgartirish yoki o'quvchi bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilish kabi usullarni qo'llash. O'zbek adabiyotida roman janriga mansub asarlar 20 asrning boshlarida yozila boshladi. Demak, adabiyotshunos Solihov e, aynan o'z maqolasida romanga quyidagicha o'zining fikr mulohazalarini berib o'tadi. Ya'ni asriy adabiyotga yangidan kira boshlagan xalqlar adabiyotining roman qismini tarjima bilan ochganlar. Ya'ni qayu bir xalqning adabiyotida yaxshi roman bo'lsa, uni tarjima bilan xalqni va yozuvchilarni u yo'lga o'rgata borganlar. So'ngra unday romanlarning taqlidini o'z hayotlariga uydirib chiqarib borganlar. Garchi bu qarash o'sha o'zbek adabiyotida o'rinli bo'lmasa-da, demak, o'zbek adabiyotida ilk romanlar yaratilganiga qadar birorta tarjima roman bo'lmagan. Ya'ni tarjima sohasi asrning keyingi yillarida rivojlangan. Ya'ni rus adabiyotida Yevropa adabiyotidan tarjima va tadrijlar orqali roman janri kirib kelganligi va rus adabiyoti faqat taqlid bilangina cheklanib qolmay, roman janrini yuksak darajada o'zlashtirib, bu janrda nodir asarlar yaratilganligi haqiqatdir. O'zbek adiblari roman bilan asosan rus adabiyoti va u orqali Yevropa adabiyoti bilan tanishganlar. Demak, o'zbek adabiyotining birinchi romani e, aynan Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani hisoblanadi. To'g'ri, undan oldin Hamza Hakimzoda Niyoziyning 1915-yilda Yangi saodat yoxud milliy roman yoki o'sha Mirmuhsinning Farzandsiz Ochildiboy kabi asarlari, demak mualliflari o'zlari mana shu asarlarni roman deb atagan. Lekin aynan
Adabiyotshunos olimlarimiz bu asarlar roman janri talablariga javob bermaganligi uchun ham demak bular demak o'sha roman janri sifatida qaralmagan. Hamza Hakimzodaning Milliy roman nomli kichik bir asari bo'lsa-da, unga bu ko'ngil romanchilik sharoitida roman demak to'g'ri bo'lmasdi deya fikr bildirgan adabiyotshunos olim Solihov. Xo'p, romanchilikda janriy izlanish deganda yozuvchilarning an'anaviy janr chegaralarini kengaytirish, mavjud janrlarni qayta talqin qilishga bo'lgan ijodiy harakatlari tushuniladi. Bu jarayonda yozuvchilar romanning imkoniyatlarini kengroq tadqiq qilib, turli janrlar bilan tajriba o'tkazadilar. Janriy izlanishning bir necha muhim jihatlari mavjud. Xo'p, birinchidan janrlarni aralashtirish va sintez qilish. Yozuvchilar turli janrlardagi elementlarni bir asarda birlashtirish orqali yangi ijodiy uslublarni izlaydilar. Masalan, tarixiy romanga fantastik elementlarni qo'shish yoki sarguzasht roman ichida psixologik va falsafiy mavzularni tadqiq qilish. Xo'p, ikkinchidan, an'anaviy janrlarni qayta talqin qilish. Yozuvchilar klassik janrlar, masalan, realistik, tarixiy yoki romantik romanlarni zamonaviy uslublarda yoki yangi g'oyalar bilan boyitib, ularga yangi hayot baxsh etadilar. Bu izlanishlar asarning mavzusi, uslubi yoki syujetini yangilash orqali amalga oshiriladi. Xo'p, uchinchidan, yangi janrlar izlanishi. O'zbek adabiyotida ilgari kam ishlatilgan janrlarga murojaat qilish, masalan, ilmiy fantastika yoki distopiya, magik realizm yoki detektiv janrlarda yozish yozuvchilarning izlanishlaridan biri sanaladi. Badiiy eksperimentlar, ya'ni yozuvchilar badiiy forma, til va uslub jihatdan eksperiment qilish orqali yangi janr shakllarini yaratishga intiladilar. Masalan, roman ichida she'riy uslubni qo'llash yoki hikoya tuzilmasini o'zgacha tashkil qilish yoki vaqt va makon tushunchalarini o'zgacha talqin qilish. Murakkab mavzularni o'rganish, ya'ni janriy izlanishlar jarayonida yozuvchilar jamiyatdagi o'zgarishlarni, falsafiy masalalar, shaxsiy va ijtimoiy ziddiyatlar kabi murakkab mavzularni yoritishga intiladilar. Bu mavzularni yangi janr doirasida o'rganish, ya'ni o'ziga xos badiiy uslublarni kashf qilishga olib keladi. Shunday qilib, janriy izlanish romanchilikda yozuvchilarning yangi va innovatsion yo'llar bilan asarlar yaratish jarayonini, janrlarning rivojlanishi va shakllanishini anglatadi. Hozirgi o'zbek adabiyotida roman janrida bir qator yozuvchilar, ijodkorlar janriy izlanishlar va yangi uslublarni kashf qilishga intilmoqdalar. Yozuvchilar turli mavzularni o'rganib, zamonaviy jamiyat muammolari, tarixiy voqealar yoki psixologik masalalarga qaratilgan asarlar yaratmoqdalar. Quyida ayrim misollarni demak siz bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, bugungi kunda aynan roman janrida ijod qilayotgan ijodkorlardan biri Isajon Sulton, ya'ni Isajon Sultonning Soyalar romani, e, ya'ni psixologik va falsafiy roman hisoblanadi. Bu asar inson ruhiy dunyosini, shaxsiy ziddiyatlar va ichki kurashlarni yoritib beradi. Muallif insonning o'zini anglash yo'lida kechadigan murakkab jarayonlarni ijtimoiy va shaxsiy munosabatlar orqali ko'rsatishga harakat qiladi. Bu o'zbek adabiyotida psixologik roman janrining rivojlanishiga qaratilgan muhim bitta qadam hisoblanadi. Bugungi kunda o'ziga xos yo'nalishga ega bo'lgan ijodkorlarimizdan biri, e, ya'ni o'sha romanchilikda o'ziga xos yo'nalishga ega bo'lgan ijodkorlarimizdan Ulug'bek Hamdam. Ulug'bek Hamdamning siz mana o'qigansiz Ota romani, Muvozanat romani, To'rt ko'cha romani. Keling siz bilan Muvozanat romanini ko'rib chiqaylik. Ya'ni o'sha realistik va sotsial roman sirasiga kiradi. Bu romanga tavsif beradigan bo'lsak, ushbu asar zamonaviy o'zbek jamiyatining muammolari, insonning ichki ziddiyatlari va ijtimoiy adolatsizliklar haqida hikoya qiladi. Ya'ni o'sha muvozanat romanini agar o'qigan bo'lsangiz, muvozanat romanidagi bosh qahramon Yusuf obrazi orqali Yusufdagi o'sha ichki kechinmalar, psixologik holatlar ham demak o'zgacha bir yo'nalishda tavsiflab berilgan. Muallif jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik, axloqiy me'yorlar va inson hayotidagi qarama-qarshiliklarni tadqiq qiladi. Bu asar o'zbek jamiyatidagi o'zgarishlarni chuqur tahlil qiladi va adabiyotda ijtimoiy mavzularni ko'tarishda izlanishlar olib boradi. Yana shunday ijodkorlarimizdan biri aynan demak o'zbek zamonaviy o'zbek nasrida ijod
Ijodkorlardan biri Shoim Bo'tayev, ya'ni Shoim Bo'tayevning bir necha asarlarini o'qiganmiz, ko'rib chiqqanmiz, ya'ni Falak romanini demak siz bilan tahlil qiladigan bo'lsak, tarixiy va falsafiy roman hisoblanadi. Falak romani tarixiy voqealar fonida shaxsning hayot yo'li, qadriyatlari va dunyoqarashlarini ko'rib chiqadi. Asarda tarixiy voqealar chuqur falsafiy tahlillar bilan birgalikda tasvirlanadi. Bu o'zbek adabiyotida tarixiy roman janrining rivojlanishi bilan birga falsafiy izlanishlarga ham yo'l ochadi. Biz bilamizki, demak, tarixiy romanlar ustasi deb nima nima Pirimqul Qodirovni bilamiz. Pirimqul Qodirov aynan Bobur hayoti, Boburning avlodlari haqida davomli romanlar yozgan. Bundan tashqari Odil Yoqubovni ham biz tarixiy romanlarini o'qiganmiz, ko'rib chiqqanmiz. Yana shunday ijodkorlarimizdan biri Tog'ay Murodning Otamdan qolgan dalillar romani haqida gaplashaylik. Demak, realistik va etnografik roman. Nima uchun etnografik roman? E'tibor bering etnografiya so'ziga. Ushbu asar o'zbek qishloq hayotini, qishloq odamlari va ularning hayotiy kurashlarini chuqur yoritadi. Tog'ay Murod qishloq madaniyati va milliy an'analarni zamonaviy hayot bilan bog'laydi. Bu orqali o'zbek milliy identifikatsiyasini tadqiq qiladi. Asar o'zbek adabiyotidagi qishloq mavzusi va milliy o'zlik masalalariga yangicha yondashuvlarni ko'rsatadi. Siz o'sha Tog'ay Murodning qolgan asarlarini yoki qissalarini, romanlarini o'qigan bo'lsangiz, demak, Tog'ay Murod romanlarida o'sha o'zbek xalqini, haqiqiy qishloq hayotini, o'zbek xalqining o'sha davrdagi hayotini to'laqonli ochib bergan, yoki o'sha urf-odatlarini yoki mana kurashchilar hayotini to'laqonli ochib bergan ijodkorlarimizdan biri hisoblanadi Tog'ay Murod. Abdulla Qodiriy, demak, o'zbek romanchiligining asoschisi deya qaraymiz Abdulla Qodiriyning ijodiga. Ya'ni Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani tarixiy yangilanish, janri izlanish, klassik tarixiy roman. O'tgan kunlar. Lekin bu asarning qayta o'qilishi va talqini ham yangi yondashuvlarni keltirib chiqarmoqda. Kitobxonlarimiz tomonidan o'tgan kunlar bir necha bor o'qilgan paytda, demak, yangicha talqinlar, yangicha tahlillarni aytishadi. Bu asar o'zbek adabiyotida tarixiy roman janrining boshlanishi bo'lgan, ammo bugungi kun yozuvchilari o'tgan davr asarlarini qayta tahlil qilib, yangi talqinlar va uslublar yaratishga intilishmoqda. O'tgan kunlar bugungi o'zbek jamiyati va tarixiy voqeliklar kontekstida qayta ko'rib chiqiladi. Hozirgi o'zbek adabiyotida roman janri imkoniyatlari kengayib, turli janr izlanishlar olib borilmoqda. Tarixiy, psixologik, falsafiy va sotsial mavzular bir-biriga qo'shilib, o'zbek yozuvchilari janr chegaralarini kengaytirishga intilmoqdalar. Shu bilan birga, o'zbek milliy qadriyatlari, zamonaviy jamiyatning muammolari va insonning ichki ziddiyatlari bu izlanishlarning asosiy mavzulari bo'lib qolmoqda. Roman va adabiy tanqid o'rtasidagi munosabat murakkab va bir-birini to'ldiruvchi xarakterga ega. Adabiy tanqid romanni faqat baholash va sharhlash vositasi bo'lib qolmasdan, uning rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Bu ikki yo'nalishning o'zaro munosabatini, demak, quyidagi jihatlar orqali ko'rib chiqamiz. Romanning tushunilishi va talqini. Adabiy tanqid roman asarining chuqur tahlilini beradi. Bu tahlillar o'quvchilar uchun asarning mazmunini, muallifning niyatini, asosiy g'oyalarini va asar ichidagi simvolizmni tushunishga yordam beradi. Tanqidchilar roman qahramonlarini, ularning psixologik holatini va ijtimoiy kontekstini chuqurroq tahlil qiladi. Bu esa romanning anglash doirasini kengaytiradi. Roman shakli va uslubi. Tanqidchilar roman uslubi, tili, kompozitsiyasini tahlil qilib, uning badiiy jihatdan qanday yangiliklar kiritgani yoki qaysi an'anaviy shakllarni saqlab qolganini ko'rsatadi. Ular asarning janr chegaralarini qanday kengaytirganini yoki qaysi texnikalarni qo'llaganini baholaydi. Bu o'z navbatida romanning adabiyot tarixidagi o'rnini belgilab beradi. Ijtimoiy va siyosiy munosabatlar. Romanlar ko'pincha jamiyatdagi muhim masalalarni yoritadi. Adabiy tanqid romanlarni shu kontekstda ko'rib chiqib, asarda aks etgan ijtimoiy va siyosiy masalalarning ahamiyatini ko'rsatib beradi. Bu tanqidlar orqali romanlar ijtimoiy o'zgarishlarga qanday javob berganini yoki aksincha ijtimoiy ongni shakllantirishga qanday hissa qo'shganini tushunishimiz mumkin. Muallif va o'quvchi o'rtasidagi vositachilik.
Tanqidchi romanni o'quvchiga yaqinlashtiradi. Ular asardagi yashirin ma'nolarni ochib, o'quvchi va muallif o'rtasidagi aloqani mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu jarayon muallifning shaxsiy tajribasi va tarixiy sharoitini ham hisobga oladi. Adabiy jarayonga ta'siri. Demak, tanqidning adabiy jarayonga ta'siri. Adabiy tanqidchilar roman haqida o'z mulohazalari va tavsiyalari orqali adabiy jarayonni shakllantiradi. Ular romanlarni ommalashtirishi yoki aksincha tanqid qilish orqali ularning qabul qilinishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yaxshi yoki yomon tanqid asarning nufuzi va o'quvchilari auditoriyasini oshirishi yoki kamaytirishi ham mumkin. Mana e, har bitta davrni o'ziga xos asarlar yaratiladi. Bilamizki, mana yangi kunda, mana bugungi kunda aynan yangi o'zbek adabiyotida deymiz, zamonaviy o'zbek nasrida yangidan yangi romanlar yaratilib bormoqda. Mana masalan o'sha Javlon Jovliyevni Qo'rqma romani yaratildi. Va bu romanga ham demak tanqidchilarimiz turlicha fikrlarini bildirdi. Yangi yondashuvlar va nazariyalar. Adabiy tanqid romanlarni yangicha nazariy yondashuvlar orqali ko'rib chiqadi. Masalan, feminist tanqid, postkolonial tahlil yoki psixoanalitik yondashuvlar romanlarning yangi qirralarini ochib beradi. Bu yangi nazariy yondashuvlar orqali adabiy jarayon boyitiladi va mualliflarning keyingi ijodiga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni o'sha muallif keyingi ijodida o'sha tanqidchilarni fikrini inobatga olgan holda ham balkim o'sha asarlarni yaratishda e, bu nimaga amal qilishi mumkin. Shu boisdan roman va adabiy tanqid bir-birini to'ldirib, adabiy jarayonning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Tanqid romanlarning chuqurroq o'rganilishiga yordam berar ekan, roman esa tanqidchilar uchun yangi ilmiy mulohazalar manbai bo'lib xizmat qiladi. Xo'p, hurmatli talabalar, roman janri haqida yoki o'sha roman va adabiy tanqidni ikkalasining bir-biri bilan bog'liqligi haqidagi suhbatlarimiz hali yana keyingi mashg'ulotlarimizda davom etadi. Sizga uyga topshiriqlar quyidagicha, ya'ni siz o'sha roman janri haqidagi maqolalarni ko'rib o'qib chiqing. O'zbek adabiyotida romanchilik tarixi haqidagi maqolalarni ko'rib chiqasiz. Keyingi topshiriq, ya'ni keyingi vazifa hikoyachilikdagi uslubiy izlanishlarning maktab ta'limida o'rganilishi. Demak, ushbu mavzu doirasida siz ma'lumotlar to'playsiz, ya'ni e, maqolalarni ko'rib chiqasiz, ilmiy ishlarni ko'rib chiqasiz, qo'shimcha adabiyotlarni ko'rib chiqasiz. Hikoyachilikdagi uslubiy izlanishlarni, demak, misollar bilan tushuntirishga tayyorlanib kelasiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.